Umrning so'nggi bekati. Hammasi o'sha olis qishloqning chang ko'chalari, tutzorlari va har bahorda anhor bo'yida ochiladigan bo'ychechaklar ifori bilan boshlangan edi. O'shanda Jasur va Oydin hali 16 yoshda, hayotning shafqatsiz o'yinlaridan bexabar, qalbi oppoq orzularga to'la begubor yoshlar edi. Jasur qishloqning eng oldi yigiti, o'tkir zehnli, har bir gapi keskir va har qanday murakkab vaziyatdan yo'l topib chiqadigan mard edi. Uning ko'zlari hamisha uzoqlarga, poytaxtning baland binolari va yaltiroq chiroqlariga tikilgan bo'lardi. Oydin esa uning butunlay aksi edi. U xuddi bahorgi shabada kabi sokin, mo'ltiragan qora ko'zlarida cheksiz mehr yashiringan, har qanday qiyinchilikka, hatto yetimlikning achchiq noniga ham tabassum bilan qaraydigan iboli qiz edi. Ular maktabni bitirishgach, Jasur poytaxtga o'qishga va o'z taqdirini qidirib ketadigan bo'ldi. O'sha xayrlashuv kechasi qishloq ahli uchun go'yo vaqt to'xtab qolgandek edi. Osmondan yomg'ir emas, balki ikki qalbning ayriliq yoshlari tomayotgandek tuyulardi. Jasur Oydinning sovuqdan va hayajondan titrayotgan qo'llaridan mahkam tutib, unga butun dunyoni va'da qildi. Senga so'z beraman, Oydin. Men shaharda albatta oyoqqa turaman. Eng baland imoratlar quraman. Senga tilla taqinchoqlaru dabdabali liboslar olib beraman. Seni qishloqdan malikalardek olib ketaman. Biz dunyoning eng baxtli, eng boy oilasi bo'lamiz, dedi u mag'rurlik bilan. Oydin esa uning ko'zlariga mahzun bo'lib tikildi va past ovozda shunday dedi: Menga boylik, tilla yoki qimmatbaho sarpolar kerak emas, Jasur aka. Menga faqat sizning sog' omonligingiz va qalbimga bergan vafoyingiz kerak. Qachon qaytsangiz ham, qanday holatda bo'lsangiz ham, men mana shu eski darvoza oldida sizni intizor bo'lib kutaveraman. Jasur shaharga keldi. Poytaxtning shovqin-suroni, tinimsiz harakati va begona yuzlar uni bir zumda o'z do'miga tortdi. Avvaliga hayot unga shafqatsiz yuzini ko'rsatdi. U qurilish maydonlarida og'ir yuk tashiydi, sovuq vagonlarda tunadi, ba'zan bir burda nonga zor bo'ldi. Lekin har safar charchaganida ko'z oldiga Oydinning o'sha mahzun nigohi va bergan va'dasi kelardi. Bu tuyg'u unga kuch bag'ishladi. Har oy qishloqqa onasi va Oydinga maktub yozar, topgan 1-2 so'm pulini ehtiyojlari uchun yuborardi. Oydin esa o'sha pullarni sarflashga ko'zi qiymas, ularni tejamkorlik bilan yig'ib, Jasurning kelajagi uchun, ularning bo'lajak baxtli hayoti uchun bir chetga olib qo'yardi. Yillar o'tib, Jasur o'zining kichik qurilish brigadasini tuzdi. U endi oddiy mardikor emas, balki ish beruvchi tadbirkorga aylana boshlagandi. Va'dasiga muvofiq, u 5 yildan so'ng qishloqqa qaytib keldi. To'ylari juda dabdabali bo'ldi. Butun qishloq bu ikki yoshning sevgisiga havas bilan boqardi. Ular shaharga ko'chib o'tishdi. Jasurning ishlari kutilmagan darajada yurishib ketdi. U kundan kunga bo'yib, shahardagi eng nufuzli, eng badavlat odamlardan biriga aylandi. Ularning 2 nafar shirin farzandi dunyoga keldi. Tashqaridan qaraganda bu oila jannatning o'zi edi. Hashamatli koshona, qimmatbaho avtomobillar, har doim xizmatga shay xizmatchilar. Lekin Jasurning ichki olami asta-sekin o'zgara boshladi. Boylik uning qalbini muzlatdi.
kibr esa ko'zini ko'r qilib qo'ydi. U endi malikani eskirgan, zamondan orqada qolgan qishloqi ayol deb kamsita boshladi. Oila davrasida o'tkaziladigan issiq kechalar o'rnini sovuq sukunat va asabiylik egalladi. Jasur uyga faqat uxlash uchun keladigan odat chiqardi. Uning uchun endi xotini bilan suhbatlashish, vaqtni behuda sarflash edi. Ayniqsa, uning hayotiga Diana ismli ayol kirib kelganidan so'ng barcha qadriyatlar toptaldi. Diana shaharning yuqori tabaqasidan yaltiroq, ayyor va o'ta xudbin ayol edi. U Jasurning qulog'iga tinmay, "Siz shunday buyuk odamsiz. Nega yoningizda oddiy uy bekasi yurish kerak? Sizga munosibroq, tushunadigan, zamonaviy ayol kerak", deb vasvasa solardi. Jasur shaytonning bu hiylasiga butunlay berildi. Bir kuni kechqurun, yomg'ir savalayotgan tunda u uyga mast holatda keldi va stol ustiga ajrim hujjatlarini shartta qo'ydi. Oydin yig'lamasi o'sha lahzada ming parchaga bo'linib ketdi. Erining begona bo'lib qolgan ko'zlariga sadoqatining marta tik qarab, yoshligining mukofoti "Siz faqat meni emas, xiyonat, o'zingizning vijdoningizni va haqiqiy baxtingizni va bolalarni haydayapsiz Jasur aka" olishga qo'ymay, bir kun kelib bir hovliga haydab yubordi. "Samimiy mehrni shahardan ancha uzoqdagi o'sha eski hovlini beraman", dedi. "O'sha yerda tinchgina yasha. Zulmatga chiqib men Dianaga uylanyapman. Diana bilan bolalarning yangi hayot uchun har dastlab bitmas tuganmas bayram, lekin mening hayotimga boshqa aralashma. Chet elning eng qimmat kurortlari bilan brilliant taqinchoqlar, baqirmadi. Lekin bularning barchasi Jasurning biznesidagi katta qarzlar, yashirin kreditlar evaziga edi. Qarab, Diana faqat pullarni emas, dabdabani sevardi. O'zingizning vijdoningizni, u Jasurning bor budini va haqiqiy korxonasining asosiy kapitalini haydayapsiz sovurib yubordi. Bir Jasurning atrofidagi sodiq do'stlari ham aslida uning boyligiga sherik edi. Lekin oradan 3 yil o'tgach, iqtisodiy inqiroz va xato qadamlar tufayli Jasurning imperiyasi Diana bilan boshlangan yangi hayot bir kechaning o'zida bitmas tuganmas narsadan ayrildi. Har kuni bazmlar, uyi musodara qilindi. Eng og'ir zarba esa shifoxonada kutib turgan edi. Lekin Jasurning buyraklari ishdan chiqdi. Jasurning zudlik bilan operatsiya qilinishi va buyrak ko'chirib o'tkazilishi kerak edi. Diana faqat pullarni sanab bo'lingan edi. U yordam so'rab bor budini oyog'iga sochgan Dianaga yuzlandi. Lekin Diana nafrat bilan kulib, "Menga muammoli, qashshoq va o'lim to'shagidagi erkak kerak emas. Sizni boyligingiz uchun tanlagandim. Endi esa o'z yo'limda ketaman", deb Jasurni shifoxona yo'lagida yolg'iz tashlab, o'ziga tegishli pullarni o'g'irladi, g'oyib bo'ldi. Bir kechaning o'zida Jasur shifoxonaning sovuq narsasidan devorlari orasida yolg'iz qoldi. Na puli, na boshpanasi, eng og'ir zarba esa u o'zi haydab yuborgan Oydinning manzilini xotirasidan qidira boshladi. Oydin esa o'sha yillar davomida nolib o'tirmadi va buyrak ko'chirib o'tkazilish sexini ochdi. Bolalarni oldi, uning umri halol mehnat bilan o'zida tikladi. U yordam shifoxona palatasining eshigi sekin ochildi. Dianaga Jasur ko'zlarini ochib, lekin ostonada turgan o'sha tanish siymoni ko'rdi. Menga muammoli edi, qashshoq, uning yuzida ajinlar paydo bo'lgan, erkak kerak, qo'llari mehnatdan qavargan, lekin ko'zlari hamon o'sha 16 yoshidagi begubor mehr bilan boqib turardi, deb Jasurni shifoxona yo'lagida yolini eshitib, barcha ginalarni, xo'rliklarni bir chetga surib kelgan edi. "Nega kelding Oydin? Men seni haydadim orasida sendan kechdim-ku. Men kechirilishga loyiq emasman. Meni o'limga tashlab ketdi", deb Jasur o'zi haydab yuborgan Oydinning manzilini xotirasidan qidira boshladi. Oydin uning sochlarini silab, Oydin esa inson adashadi Jasur aka. Siz adashdingiz. Lekin bizning o'rtamizda Alloh guvoh bo'lgan nikoh bor. Halol farzandlarimning otasi sizladi.
Men sizga buyuragimni berishga tayyorman, eshigi dedi. sekin ochildi. Operatsiya muvaffaqiyatli Jasur ko'zlarini o'tdi. ochib, Oydin o'zining ostonada bir turgan parchasini o'sha eriga tanish berib, siymoni uni ko'rdi. hayotga qaytardi. Bu Oydin Bugun edi. Jasur endi o'sha Uning boy, yuzida ajinlar kibrli paydo tadbirkor bo'lgan. emas. Qo'llari U qishloqdagi mehnatdan o'sha chang qavargan, ko'chalarga lekin qaytdi. ko'zlari U hamon hozir kichik bir dehqonchilik bilan shug'ullanadi. beg'ubor mehr bilan Oqshomlari boqib esa turardi. hovlisida Oydin Oydin damlab erining bergan choyni ahvolini ichib, eshitib, nabiralariga barcha ertak enalarni, aytib beradi. xo'rliklarni U bir tushunib chetga surib yetdiki, kelgan edi. dunyodagi eng katta Nega boylik kelding, Oydin? bu bankdagi hisob Men seni raqamlari emas, haydadim-ku. balki Sendan eng kechdim-ku. og'ir damingda joningni Men saqlab kechirilishga qoladigan, loyiq emasman. xiyonatingni Meni kechiradigan, o'limga tashlab ket, vafodor jufti deb Jasur halol ekan. bolalarcha o'krab, Aziz yig'lab tinglovchi, yubordi. hayot bu Oydin juda qisqa uning yo'l. sochlarini silab, Unda kimnidir yig'latib inson qurilgan adashadi, baxt Jasur aka. hech qachon Siz uzoqqa bormaydi. adashdingiz. Lekin Sadoqat bizning bu o'rtamizda shunchaki so'z emas. Alloh guvoh Bu bo'lgan inson nikoh ruhining bor. eng yuksak Siz cho'qqisidir. farzandlarimning otasisiz. Yonimizdagi insonlarni Men boringizda sizga qadrlang, yuragimni berishga chunki tayyorman, vaqt shafqatsiz. U Operatsiya boy berilgan muvaffaqiyatli imkoniyatlarni hech Oydin qachon o'zining orqaga bir parchasini qaytarmaydi. eriga berib, Bu hikoya uni har hayotga birimizga dars qaytardi. bo'lishi kerak. Bugun Jasur Boylik keladi endi o'sha ketadi, boy, lekin kibrli insoniylik va tadbirkor sadoqat emas. mangu U qoladi. qishloqdagi o'sha chang Sizchi, ko'chalarga qaytdi. siz o'z baxtingizni U qayerdan hozir kichik qidiryapsiz? bir dehqonchilik bilan Balki u shug'ullanadi. sizning yoningizda. Oqshomlari esa Siz qadrlashni hovlisida unutgan Oydin damlab o'sha bergan soddagina choyni insonning ichib, nabiralariga qalbidadir. ertak aytib beradi. U tushunib yetdiki, dunyodagi eng katta boylik bu bankdagi hisob raqamlari emas, balki eng og'ir damingda joningni saqlab qoladigan, xiyonatingni kechiradigan vafodor jufti halol ekan. Aziz tinglovchi, hayot bu juda qisqa yo'l. Unda kimnidir yig'latib qurilgan baxt hech qachon uzoqqa bormaydi. Sadoqat bu shunchaki so'z emas. Bu inson ruhining eng yuksak cho'qqisidir. Yonimizdagi insonlarni boringizda qadrlang, chunki vaqt shafqatsiz. U boy berilgan imkoniyatlarni hech qachon orqaga qaytarmaydi. Bu hikoya har birimizga dars bo'lishi kerak. Boylik keladi ketadi, lekin insoniylik va sadoqat mangu qoladi. Sizchi, siz o'z baxtingizni qayerdan qidiryapsiz? Balki u sizning yoningizda. Siz qadrlashni unutgan o'sha soddagina insonning qalbidadir.